Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Men Odilbek Mirzayev, PDP School direktoriman. Bugun sizga katta yangilik aytaman. PDP School yangi sahifa boshladi. Boshlashdan oldin bir lahza to'xtaylik. Farzandingiz uchun eng katta orzuyingiz nima? O'ylab ko'rsak, ko'pchiligimiz uchun javob bir xil. Hayotda o'z yo'lini topsin. Hayotda o'z yo'lini topish uchun nima qilish kerak? Aynan shu savol bizning har kungi ishimizning boshlanish nuqtasi. Keyingi daqiqalarda PDP School bu orzuni qanday ro'yobga chiqarishini ko'rsataman. Avvalo o'zim haqimdan. Ta'limda boshqaruv faoliyatimni 2017-yilda IT ta'limdan boshlaganman. Shu yillar davomida minglab yoshlar bizdan bilim oldi, kasb topdi, o'z yo'lini boshladi. Endi shu tajribani maktabga ham olib kiryapman. Maktab direktorligini shaxsan o'zim zimmamga oldim. Sababi oddiy. Jamiyat oldidagi mas'uliyat hissi. Bugungi taqdimot 6 qismdan iborat. Birinchi qism: yangi sahifa nimalar o'zgardi va nega? Ikkinchi qismimizda esa maqsadimiz va bitiruvchi portretini haqida batafsil to'xtalaman. Uchinchi qism ta'lim dasturimizdagi ustuvor 5 yo'nalish va undagi 14 bosqich haqida gaplashamiz. To'rtinchisida esa tarbiya va muhitning ahamiyati haqida. Beshinchi jamoa va ota-onalar bilan hamkorlik. Oltinchi esa qabul shartlari. Demak, taqdimotimizni boshlaymiz. PDP School bu PDP ekosistemining muhim bir qismi. Universitet, maktab, akademiya, junior, bir tomonda universitet va akademiya tajribasi. Ikkinchi tomonda esa bolalar bilan ishlash amaliyoti. Bularning hammasi bitta joyda maktab partasida ishlaydi. Yangi sahifa quruq shior emas. 4 ta aniq o'zgarish. Birinchisi bu saralangan jamoa. Har bir o'qituvchi 3 mezon asosida saralab olindi. Bilim, metodika va bolaga bo'lgan munosabat bilan alohida tanlandi va doimiy trening orqali doimiy o'qitib boramiz. Har kafedraga shaxsan javobgar shaxs bor. Ikkinchisi esa ta'limga yangicha qarash. Maktab biz uchun faqat bilim beradigan joy emas, insonni shakllantiradigan muhit. Bu qarashni dunyoning eng natijali ta'lim tizimlaridan ongli ravishda o'rgandik va doimiy takomillashtirib boramiz. Uchinchi o'zgarish: chuqur maxsus dastur. Yuqori sinflarda IT, ingliz tili, matematika har biri haftasiga 8 soatdan chuqurlashtiriladi. Boshlang'ich sinflarda esa 5 soatdan. Maxsus fanlar 14 bosqichli bolani o'zlashtirish sur'atiga moslashtirib boriladi. Har qadamda bizning maxsus LMS platformamizda qayd etiladi. To'rtinchi o'zgarish: tarbiya ustiga ta'lim. Poydevor xarakter, ya'ni to'g'rilik, intizom va mas'uliyat ustiga bilim mustahkam quriladi. Ya'ni davlat ta'lim standartlari to'liq qoplanadi va uning ustiga IELTS, SAT tayyorgarligi chuqurlashtirilgan IT bilimlar bilan birgalikda beriladi. Mana shu yangi sahifa. Biz dunyoning yetakchi maktablarini o'rganib, 5 ta asosiy tamoyilni olib kirdik. Birinchisi, xarakter har kuni mashq qildiriladi. Tarbiya so'z emas, amal. Ikkinchi tamoyil, hech kim chetda qolmaydi. Har bir bolaning o'z roli bor. Uchinchi tamoyil, jarayon natijadan kam emas. Urinish, harakat qadrlanadi. Xato o'sishning asosiy qismi. To'rtinchisi, o'qituvchilar birga o'sadi, darsni birga tayyorlaydi, bir-biridan o'rganadi. Beshinchi, o'zligimizni saqlab qolgan holda jahon ilmini olamiz. Shu 5 ta tamoyil ta'limimizning yuragi. Endi missiyamizga to'xtalaman. Zamonaviy va yuqori sifatli ta'lim orqali o'quvchilarda mustahkam fundament yaratish va ularni jamiyatga yaxshilik keltiradigan fazilatli liderlar qilib yetishtirish. Bu jumla ortida 3 narsa turadi: fundamental chuqur bilim va ko'nikmalar. Xizmat boshqalarga foyda keltirish niyati. Tashabbuskorlik, ya'ni jamiyatni oldinga yetaklaydigan shaxs. Kelajakni ko'rishimiz esa yanada baland. Natijadorlik bo'yicha jahonning yetakchi maktablaridan qolishmaydigan ilg'or maktablar tarmog'iga aylanish. Bularning hammasi bitta savolga olib keladi. Maktabni tugatganda farzandingiz qanday inson bo'ladi? Javobimizni bitiruvchi portretida batafsil to'xtalaman. Bu portret 5 ta yo'nalishga bog'langan. Fazilatli lider tarbiyadan,
ya'ni halol, mas'uliyatli, jamoani yaxshilik sari boshlaydi. Portretimizning ikkinchi yo'nalishi raqamli yaratuvchi, ya'ni IT darslarimizdan. Texnologiyaning iste'molchisi emas, yaratuvchisi. Analitik fikrlovchi, matematikadan, dalil bilan asoslaydi. Global muloqotchi, ingliz tilidan, dunyoga ochiq. Uzluksiz o'rganuvchi, butun tizimdan. O'rganishni o'zi boshqaradi. Yiqilsa qayta turadi. Butun maktab ana shu portret uchun ishlaydi. Bir so'z bilan aytganda, bitiruvchimiz ertaga qaysi kasb egallashidan qat'iy nazar oldidagi masalalarni tahlil qila oladigan, ularga raqamli texnologiyalar orqali yechim bera oladigan va yaxshilik yo'lida xizmat qila oladigan yetakchi bo'ladi. Muvaffaqiyatni nimada o'lchaymiz? IELTS, SAT, sertifikatlar bu muhim. Ular olingan bilimning isboti va biz ularga puxta tayyorlaymiz. Lekin sertifikat yagona o'lchov emas. Mas'uliyatni raqamlarda o'lchab bo'lmaydi. Hayotda esa aynan ular hal qiladi. Shuning uchun formulamiz qisqa. Bilim plus xarakter chinakam bitiruvchi. Biz faqat raqam ortidan quvmaymiz. Insonni tarbiyalaymiz. Endi dasturning o'ziga o'tamiz. Ta'lim 5 ta yo'nalishda, 3 tasi chuqurlashtirilgan: IT, matematika va ingliz tili. Yuqori sinflarda har biri haftasiga 8 soatdan, boshlang'ich sinflarda esa 5 soatdan. Umumta'lim fanlari davlat standarti bo'yicha to'liq qoplanadi. Fazilatli liderlik, xarakter tarbiyasi. Endi har biri haqida qisqacha ochib beraman. IT bizning eng kuchli tomonimiz. Haftasiga 8 soatdan. Bu oddiy maktabdan bir necha barobar ko'p. Dasturlash kelajak kasblarining tili. Dizayn esa g'oyani ko'rsata olish. Real loyihalar bola o'rganganini ishlaydigan mahsulotga aylantiradi. IT bugun o'qish, yozish kabi asosiy savodxonlik. Biz uni shunday jiddiylikda o'rgatamiz. Ingliz tili va matematika hamma narsaning poydevori. Ikkalasi ham chuqurlashtirilgan. Yuqori sinflarda 8 soatdan, boshlang'ich sinflarda 5 soatdan. Matematika tartibli fikrlashni beradi. Biz buni bosqichma-bosqich, chuqur va puxta o'rgatamiz. Ingliz tili esa xalqaro eshiklarni ochadi. Jonli muloqot orqali xalqaro darajadagi global imkoniyatlar ochiladi. Ikkalasini ham kuchli ustozlar bilan natijaga qarab olib boramiz. Umumta'lim fanlari bo'yicha ham xotirjam bo'ling. Davlat ta'lim standarti to'liq qoplanadi. Birorta majburiy fan qoldirilmaydi. Sifat esa yuqori. Ota-ona hech qanday bo'shliqdan xavotir olmaydi va yonida fazilatli liderlik, xarakter, intizom, mas'uliyat, bilim va tarbiya bizda raqobatlashmaydi, birga yuradi. IT, matematika va fazilatli liderlik bo'yicha maxsus dastur tuzdik. Har biri 14 bosqichdan iborat. Qoida bitta. Bosqich to'liq o'zlashtirilmagunga qadar keyingisiga o'tilmaydi. Tez o'zlashtiradigan bola kutib o'tirmaydi. Oldinga ketaveradi. Sekinroq o'zlashtiradigan bola esa tashlab ketilmaydi. O'z bosqichida mustahkamlanadi. Bu tizimda bolaning yoshi emas, real natijasi belgilaydi. Albatta bu tizimni qo'lda boshqarib bo'lmaydi. Shuning uchun o'z platformamizni yaratyapmiz. PDP LMS. Har bir o'quvchining kompyuteri platforma nazoratida bo'ladi. Dars vaqtida faqat maqsadli ishlatiladi. Chalg'ishga yo'l qo'yilmaydi. Endi eng og'riqli savol. Bola dangasalik qilsa-chi? Ko'pchilik bunga tezda dangasa, qobiliyatsiz deb yorliq yopishtirishadi. Yorliq esa hech narsani tuzatmaydi. Ishtiyoqni o'ldiradi xolos. Biz esa sabablarni qidiramiz. Nega qiziqmayapti? Ko'pincha o'quvchi uchun daraja mos emasligidan shunaqa bo'ladi. Juda oson bo'lsa zerikadi, juda qiyin bo'lsa qo'rqadi. Shuning uchun biz har bir bolani o'z darajasiga moslaymiz. Ishonch qaytsa, ishtiyoq ham qaytadi. Biz bir narsaga ishonamiz. Dangasa bola yo'q. Noto'g'ri daraja va muhitga tushib qolgan bola bor. PDP School o'quvchilarining kuni qanday o'tadi? 8 dan 18 gacha aniq ritmda. Ertalabdan balanslangan nonushta, 9 dan 12:30 gacha 4 ta asosiy dars o'tiladi. Og'ir fanlar, matematika, ingliz tili aynan ertalab qo'yiladi. Kun o'rtasida issiq tushlik va dam. Keyin yana darslar davom etadi. Jami kunlik yuklama 8 soat akademik dars. Boshlang'ich sinflarga esa yoshiga mos alohida yengilroq jadval. Kun qanday o'tishini ko'rdingiz. Endi eng muhimi, bola shu kunning har daqiqasida o'zini xavfsiz his qilish kerak. Shuning uchun 3 narsa kafolatlanadi. Birinchisi, tibbiy yordam, maktab tibbiyot xonasi va malakali hamshira.
Ikkinchisi, doimiy nazorat orqali bola dars vaqtida ham, tanaffusda ham kattalar ko'z o'ngida hech qachon yolg'iz qolmaydi. Uchinchisi, zo'ravonlik va kamsitishga yo'l qo'ymaymiz. Bu uchun aniq ish yuritish tartibimiz bor. Har bir nizo jiddiy ko'rib chiqiladi va hal qilinadi. Maktab sifati o'qituvchi sifatidir. Shuning uchun eng ko'p vaqt va mehnatni jamoaga sarfladik. 5 ta kafedra, har biriga alohida saralov o'tkazdik. Bilim darajasi, metodikasi, eng muhimi bolaga bo'lgan munosabatiga qarab saralab oldik. Bular farzandingiz ta'limiga kundalik javob beradigan mutaxassislar. Endi hamkorlik haqida to'xtalamiz. Odatiy modelda ota-ona bolani maktabga topshiradi va chetga chiqadi. Uy alohida dunyo, maktab alohida dunyo. Bola ikki dunyo orasida qoladi. Bizning modelda bola markazda bo'ladi. Ota-ona va maktab bitta jamoa bo'lib, bitta muhitda o'sadi. Asosiy farq shunda va bu farq natijada ko'rinadi. Bu amalda nima degani? Birinchidan, muntazam va doimiy aloqa orqali yutuq ham, muammo ham yashirilmaydi. Ikkinchidan, shaffoflik orqali dasturimiz, natija va qarorlar ochiq. Ko'p narsani LMS orqali o'zingiz ham ko'rasiz. Uchinchidan, doimiy savol va takliflarga ochiqmiz. To'rtinchi, tarbiyani birgalikda qilamiz. Maktab qadriyatlari uyda ham davom etsa, natija 2 barobar baland bo'ladi. Bir jumla bilan, siz mijoz emassiz, bizning hamkorimizsiz. Har bir qarorimiz ortida 6 ta qadriyat turadi. Halollik va ishonchlilik. So'zimiz bilan amalimiz bir. Doimiy rivojlanish, global tafakkur, tanqidiy fikrlash, mas'uliyat va daxldorlik, hurmat va hamkorlik. Bular devordagi chiroyli so'zlar emas, kundalik ishimizning qoidasi. Endi amaliy qism. 2026-27 o'quv yiliga qabul ochiq. O'rinlar jami 612 ta va katta qismi to'lgan. Bu cheklov ataylab har bir bolaga yetarli e'tibor berish uchun belgilandi. 3 ta bosqich. Biz bilan telefon yoki Telegram orqali bog'laning. Maktab, dastur, shartlar bilan tanishing va o'z joyingizni band qiling. O'rinlar tez to'lishiga aminmiz. Hurmatli ota-onalar, PDP School yangi sahifa, yangilangan jamoa, yangi standart, aniq maqsad va bu yo'lda sizni hamkor deb bilamiz. Farzandingiz hayotda o'z yo'lini topishi uchun bugundan qadam tashlang. Savollaringiz bo'lsa, albatta bog'laning. Har biriga alohida javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. PDP School yangi sahifa.